Yana nima gaplar akalar bu singari. Assalomu alaykum akalar. Bizga obuna bo'lganmisizlar deydi-yu. Akalar mana Toshkent akalarimiz kelishdi boshlari perivallarda tormoz bergan rollari qaltirab tirillab rollar ayollarga berib oladi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, apparatlarimizni shilib chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Tormoz qaltirashlari, rollargacha berib, mana nechta tikomizni xudo xolasa mana buni ko'rib chiqyapmiz. Mana to'g'ri balon tormozlarning orqalari bilan ishlamagan, orqalarini ishlatib beryapmiz. Shunlari ishlamasa ham boshqatdan troslarni tortib tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa tayyor bo'lganini bir ko'rsatamiz sizlarga. Tormozlarni berib o'sha ishlarni ko'rsatamiz. Silinderlarni qaranglar, zaynlab ishlamagan hayot davomida janovar. Shu orqalariga ham tormoz yo'q, ushamaydi deysizlar, akalar bir ko'rsatib turish kerak tormozlarni. Damazimiz ham orqa balonlardan yoqib qo'yib yuborgan ekan. Tormozlarni ko'ryapmiz, ikki uchimiz ham shilib tayyorlab beryapmiz. Tormoz bergan qaltirani yana damazni orqalarini qaranglar, yoqib qo'yib yuborgan. Tayyorlayapmiz. Nexia'miz ham orqalari umuman ishlamasa ham mana orqalarini chiroyli qilib tayyorlab mana tayyorlash jarayonidamiz. Kalotkalari tugab qo'ygan ekan, rushoylar ishlamasa ham rushoylarni ishlatib mana shogird bolamiz Muhammad usta tayyorlayapti hozir. Mana orqalari kalotkalar yangi silinderlarni almashtirib, xudo xolasa ishlarimiz bo'g'osi yaxshi bo'ladi. Kimga yana xizmatlar bo'lsa, ana Niva'miz ham polni tormoz yochib olganmiz. Nexia'mizdan yana Niva'miz, mana tayyorlayapmiz Niva'miz ham. Hyundai Porter'imiz ham 1 tonnalimiz, seplenasi orcha tepada bo'lib qolib, buksavat qilayotgan ekan, perdoy sasayotgan ekan, rashiddan legirovka qilsa bo'ladi. Qaytarib yursalaring, tortishi ham zo'r bo'ladi, perdoy ketolmaydi, uzoq yuradi. Ancha-muncha atkaz qilmaydi. Mana Nexia'miz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Sinash jarayonidamiz. Mana hozir ko'rasizlar, baho berasizlar. To'rosi ham tushyapti, orqalarini ham shu yerga qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, nomerlarimiz qoldiramiz akalar. Andijondan aka kelgan ekan, to'rosini ham shu yerga qilib berdi, Andijondan kelgan. Mana xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, qilib tayyorlab beramiz aka. Mana orqalari ham mana chizyapti. Oldilari ham chizyapti. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, xizmatdamiz. Mana bundan keyin xudo xolasa tikomiz ham tayyor bo'ldi. Hozir mana tikomizni ham qo'yib beramiz. Mana tikomizga mana sal so'rasizlar, orqalariga chizadan qilib berdi. Chiroyli qilib tayyor bo'ldi tikomiz. Kimga shunaqa